Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan hurmatli kuzatuvchilarimiz, navbatdagi obyektimizni ham xudo xolasa yakunlab bo'ldik. Ushbu joyimiz lokatsiyasi Surxondaryoning Jarqo'rg'on degan joyida. Biz o'z jamoamiz bilan bu xonadonimizga chiroyli qilib leksanli variantda naveslar yakunlab berdik va perila xizmatlarini ham ko'rsatib berganmiz. Ushbu ko'rib turgan naveslarning balandligi 8 metr, arkani hisobini oladigan bo'lsa, pashti 10 metrga chiqqan. Endi mana ko'rib turgan bisetkalarning balandligi 3,5 metrga qilib berganmiz. Общий kvadrati ushbu obyektni 256 kvadrat va perillalarni qilib berdik. Endi materiallari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, stoykamizdan boshlaymiz. Stoykamiz atrofi 4 ga 4, ichlari lazerni gul qilib berganmiz. Listlarimiz stenkasi 1.8 listda, MMK listda qilib berganmiz. Firmalari ham 4 ga 4. Ularning ham qalinligi 1.7 stenk ishlatib berganmiz. Va shadalarni har 50 santiga 3 ga profil tortib berganmiz. Endi mana ichkariga bisetkaga kirib kelganimizda mana bu ko'rib turganlari lazerni perila deyiladi. Tepa past 6 ga 4 ishlatib berganmiz, stoykalarni 8 qilib berganmiz. Bu perillalarimizga 2 li list ishlatib beramiz. Sababi ob'yom kattaligini hisobiga va'nlar berib yuborishi mumkin. Kraskalarimiz poroshkovoy kraska, xudo xolasa zanglamasligi kafolatlangan yaxshi kraskalarni ishlatib berganmiz. Ichkariga bunday kirib kelganingizda mana o'zbekning nimasi ko'p, marosimi ko'p. Ushbu joyda keldi-ketdida mana ikki xudo xolasa stullar, so'rilarni qo'yib qo'ysa, kachilalarni qo'yib qo'ysa, mehmonni bemalol kuzataveradi. O'zbek to'y qilaman deydi, marosim qilaman deydi. Xudo xolasa mana shunaqa nimalarda, marosimlarda bemalol bu joyda mehmonlar kuzatsa bo'laveradi. Endi mana uyda egalari ham kalalari juda yaxshi ishlaydigan odamlar. Sababi birinchi navbatda naves qilyapti-da, keyin tagiga bunday burchatkalarni qilyapti va devorlar remontlarni qilyapti. Endi bu naveslarimizdan ushbu burchatkalar 5 yil emas, 10 yilga xizmat qilib beradi azizlar. Bizning xizmatlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlashlarini iltimos qilamiz va obuna tugmachasini bosib, kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.